Endi bratanimizni ko'zini almashtirishim kerak ekan. To'g'ri, bu bunday olib qaraganda g'alati bir jirkanch bo'ladi. Shuning uchun xirurglarga chidolmaydigan asabi bo'shlar iltimos ko'rmanglar. Uyg'on! Men shapalaq bilan urdim, mashinamizdagi monitorim tushib ketdi-yu. Ya kasopat, mana senga endi qon qachon qana ketgan qadam bilib qo'y, men ko'zlarim tushib ketgan. Shopar ay qo'lam deb oldim men. Shopar karochida. Monitorimiz otib yubordi. Yo, ko'zingni operatsiya qildiradigan odamsan. Yo, sekinroq hayda. Kartoshka olib ketmayapsan ma'da. Ko'zingni taqimni bor, ko'zingni operatsiya qilamiz o'zi. Yo. Birinchi ko'zini chiqarishim kerak. Eslatib o'taman, qaramanglar. Qanaqa chiqaradi buni ko'zini? Ana ko'ziga tiqib oldim. Ol buni. Ana ko'zi chiqdi. Ko'zi chiqdi. Endi uni qirqamiz. Ko'z tushib ketdi. Ko'z tiq. Ana bittasi tiqildi. Ikkinchisi. Kesildi. Ko'z qani yana bitta. Ko'z qani endi. Luboy mana uni savor. Yasama ko'z ekan, bilmayman. Bo'ldi. Chap tarafingiz ko'radi, brat. Chap tarafingiz ko'radi, lekin o'ng tarafingizni eplolmadi.